Buni endi anglab yetdim. Bu birinchi oliy oy. U boshqa oliy oylardan farq qiladi. U juda muhtaram va buyukka o'xshayapti. Tig'i egilgan bo'lsa-da, uni qilichi bor ekan. Bu inson oldin iblislar qotili bo'lganmi? Demak, u qandaydir nafas usulini foydalanuvchisi bo'lsa kerak. Men dahshat hissini to'xtata olmayapman. Tanam jang qilishdan bosh tortyapti. Bu holat oldin hayotimda bo'lmagan edi. Sening isming nima? Tokito. Muichiro. Juda yaxshi. Tushundim. Demak, Sugikuni ismi allaqachon yo'q bo'lib ketgan. Sugikuni? U kim bo'ldi? Bu 100 yillar oldin edi. Keyin hammasi buni oldini olib bo'lmas edi. Men inson bo'lgan vaqtimdagi ismim Sugikuni Michikatsu. Sen Sugikuni oilasini bir a'zosisan. Meni bolalarimning avlodidansan. Sen meni avlodlarimdansan. Avlod? Menmi? Bu insongami? Bo'lishi mumkin emas. Bunga ishonmayman. Demak, bu odam birinchi nafas egasimi? O'zingni bos. Hech nimadan qo'rqma. Tinchlanib ol. Sen ruhiy kuching maqtovga arziydi. Sen qo'rqding va qisqa vaqt ichida tinchlanding. Tuman nafasi. Ikkinchi kata. Tuman. Bu juda yaxshi texnika ekan. Tuman, tushunarli. Yomon emas. Beshinchi kata. Bulutli tuman dengizi. Muichiro. Demak, sen bu yili 14 yoshdasan. Va yoshingga qaramay texnikang mukammal ekan. Menga qarshi chiqishga ikkilangan bo'lsang ham, meni yutish uchun o'zingda shijoat topa olding. Bu avlodimdan kutilgan natija. Qonim ko'p suyultirilgan bo'lishi mumkin, lekin bu muhim emas. Meni ismim yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, hujayralarim kuchaygan va senda saqlanib qolgan. Men bilan hazillashyapsanmi? Seni avloding bo'lsam ham, agar bir necha 100 yillar o'tgan bo'lsa, birorta hujayra yoki qon ham yo'q. Hozirgi paytgacha tanamda hech narsa qolmagan. Mukammal tezlik. Uni harakatlarini o'qish qiyin, xalaqit qiluvchi uslubdan foydalanadigan texnika. Bu aslida juda ta'sirli. Bu o'ziga to'g'ri va chiroyli. Menimcha buni Muichiro'ni o'zi yaratgan. Men ham qilichimni chiqarishim kerak. Yo'qsa bu odobsizlik bo'lar edi. Oy nafasi. Birinchi kata. Tungi oy. Maqbara kechasi.
oy, nafasimi? Shunday qilib bu iblisga aylangan bo'lsa ham nafas texnikalarini ishlata oladimi? Uni tezligi butunlay boshqa darajada. Ajoyib. U qo'li kesilganda-yo'q qon ketishini to'xtata oldi va yana hujum qilish uchun menga yaqinlashyapti. Tuman nafasi butunlay kesish. Mening avlodim, seni iblisga aylantirishimga ruxsat ber. Shunda o'sha iblis uchun foydali bo'lar eding. O'z hujayralarimdan bo'lgan avlodim bo'lishini hatto o'ylamagan edim. Bu meni to'lqinlantirib yubordi. Qo'rqishingga hojat yo'q. Yoki qo'lingdan xavotirlanayotgan bo'lsang, agar iblisga aylansang u qayta tiklanadi. Hozirda yaxshi jang qila oladigan yagona oliy oy bu menman. Va o'sha odamga ishonamanki, u seni iliq kutib olgan bo'lar edi. Menga qoningni to'xtatishim uchun ruxsat ber. Odamlar juda ham nimjon. Ammo agar sen ko'p qon yo'qotishdan o'ladigan bo'lsang, yoki o'sha iblis odam seni qabul qilmaydigan bo'lsa, keyin esa sen o'lasan va bu o'lim seni taqdiring bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, shu yerda sen uchun hammasi butunlay tugaydi. Sen ham shunaqa o'ylaysanmi? Geniya! Tushundim. Demak, sen iblislarni yegansan. Sen hali ham o'lmading. Garchi tanang ikkiga bo'linib ketgan bo'lsa ham, taxminan 300 yil oldin senga o'xshab iblislar bilan oziqlanadigan qilichboz paydo bo'lgan edi. Men uni tanasini ikkiga bo'lganimda u o'lgan edi. Balki seni boshingni uzib tashlashim kerakdir. Senga o'xshagan chala iblisni tirik qoldirishimga hech qanday sababim yo'q. Emaklar, qo'llarimni qayta tiklashim kerak. Shoshil! Shamol nafasi 4-qata. Ko'tarilgan chang bo'roni. Shamol ustuni. Sen to'g'ri topding. Men seni boshingni uzadigan shamolman. Ahmoq. Aka, senga juda achinaman. Jiddiy aytyapman, uka. Nima deb o'ylaysan? Nega onamizni o'ldirishgacha bordim? Chunki men seni himoya qilishni xohlayman. Shamol ustuni. Seni akang ekanligini bilaman. Lekin bir narsa aniq. Sen iblislar qotiliga aylanganingdan uni qattiq jahli chiqdi. Lekin undan ozgina bo'lsa ham nafrat hissini sezmadim. Shuning uchun undan qo'rqishing kerak emas. Agar unga nimanidir aytmoqchi bo'lsang, borib aytishing kerak. Chunki sababi u seni har doim yaxshi ko'rgan geniya. Sen hali uylanishing kerak edi. Bir nechta bolalaring bo'lishi va qariguningcha yashashing kerak. Onamizga qila olmagan yaxshiliklarimiz uchun va kichkina uka-singillarimizga qila olmagan yaxshiligimiz uchun sen xotining va bolalaringni ular uchun baxtli qilishing kerak edi. Shunda seni hech qanday iblis bezovta qilmasligiga ishonch hosil qilgan bo'lar edim.